Alifbodan harflarni biz o'rgandik oz-ozdan. Minnatdormiz o'rgatuvchi muallimdan, ustozdan. Harf daftarlarda gijinglaydi toy bo'lib, yozganimiz ko'rinadi yulduz bo'lib, oy bo'lib. Oldimizda safroqishdi askarlar defarlar, barchasiga qo'shiladi berib etik dardlar. Dilimizni sayratadi alifbomiz bayrami, dilimizni yayratadi bayramlarni yoqtiramiz.
bolalar. Mustaqil yurtimizning kelajagi bolalar, ona vatan bag'rida baxtni topgan bolalar. Bu bolalar 4 oy muqaddam maktabda birinchi marta qadam bosib kelgan edilar. Bugun bilimlar mamlakatida sayr qilib yurishibdi. Bilimlar mamlakatida bemalol yurish uchun harflarni tanimoq, o'qishni, yozishni bilish zarur. Qani ko'raylikchi bolalar harflarni tanisharmikin? Bilimlar mamlakati boshqalar alifboda, o'tsa do'stimiz bor bizlarning alifboda. Alifboni o'rgangan bolalar turmaydi, faqat tilga kirganda odamlarga so'zlaydi. Adam boshlab alifbo bo'linglar doim a'lo, ullimandir unutmang bo'lingiz doim dono. Bolalarga do'stlar, sizlarga sirdoshlar, bahronlar navbatini yozgancha yo'ldoshlar. Deman davraga doim dono bo'ling iloyim, davron dilshod dilafuruz, do'stlar hamisha xavruz. Demang meni ko'rib ehtiyot bilan kulib, ekranda erkinaga ertak so'zlab. Barakalla. Harfiman men o'zi fahmlang aytgan so'zim, Farida Murqat Farhod mendan boshlanar. Go'zallarga o'tingiz, gul ushladim qo'limga, gilam to'shang yo'limga. Hamon hayron bo'lmanglar, yo'lni to'sib qo'ymanglar, handalak bor qo'limda, hamroh bo'ling yo'limda. Ikki harfini bilingiz, ishga ilg'or bo'lingiz, yuradi izzat, ikrom, istagi o'tishdan. J harfini bilasiz, nega jahl qilasiz? Jamila jasur jalon, jo'jani quvdi chinon. Qadam to'xtab yozamiz, katta bo'lsak o'zamiz, kattani aylan hurmat keladi baxt so'dan. Dedan bog'lar yozamiz, limuzинda osamiz, latif lalo latofat, yoqalikda yoqtirqat. Mana yozlar maktab, mening do'stimda kitob, Muhammad Mas'ud Mutabar, madda maktub yozar. Ne harfini boshlaymiz, ne sisma qilamiz, ne ismli matnon bo'lsa, ochiq dasturxon bo'lsin. Oygo'sh qaragan, osmonda uchar ekan, obid olam ozoda, ostonlik bo'lsin toza. Harfidan bilingiz, kuzda paxta teringiz, bo'lar farqi pokiza, paxta teringiz toza. Qizlar qayiq yasaymiz, qayerlarda suzamiz, qishda qarg'a uchadi, qorni quchayadi. Lekin ruxsat beringiz, rasm sizning yuzangiz, rana rahim ruxsarab, dona qanday bola. Deman tanib olursiz, to'marsdek yozursiz, toshgan ama harfda yozgundir. Umuman uchrab ko'ksizda sizga tanish bo'laman, uzun umr umida so'zlarni yozaman. Abeduma bilasiz, varak so'zim yozursiz va shahid va il yozib kelganda gal. Hadiyalar meni yozgu paxta taxtani, Qur'onxona xola ham men bilan bo'ladigan. Yomon balki bo'lasiz, yotarman
O'zbekiston so'zini faxr bilan yozaman. Tanirsiz, g'ayrat bilan o'qirsiz, g'ani g'uvob g'afirning g'amini yo'qotirsiz. Shahayfam bilasiz, sosib kelasiz, so'ngra sahro sotmon sodiqni sobirlikka olasiz. Charchoq bilmay qolingiz, chollarni chamam qilib chaqqan bo'lingiz. Eng botiring singilda yoki birov ko'ngilda, o'yladingizda sizni dalada bo'lingiz. Stop qo'yib dillarga xo'ja qo'ychi navolari boshqacha bu lazgida daslarmay o'yna lazgiga o'yna
Kim chiqardi endi? Gulnora chiqamiz. Qolganlar? Fardu, Zarshi? Ulug'bek, Xondamik? Bismillahirrahmanirrahim. Bolalar yayrab o'sgan yuksalaver yillar yer O'zbekiston joni. Oxirgacha aytamiz. Amas kelgan fitoatini tezmas aslo barqonsimas. Shodonam doymas. Bilimlar mamlakatim kamol aylagan bizga. Ta'zimu rahmatimiz sizga aziz ustozlarga. Shahoratni o'ylagan, baxtimizni so'ragan, sog' omon bo'lsin boshi, rahmat sizga yurt boshi. Bilim olish shohada demak, kechasizlar barcha fandan olamiz, ishoring doim besbaq. Qo'limizda bor kitob, yuzimiz go'yo oftobda, doim bezalik, bezalxush yaxshi oldi. Doim osuda, ona zamin albatta. Osmon bo'lsin musofo, biz sevgan ona yurtda. Bizlar maktab qo'ynida o'qib olamiz bilan, kelajakda bo'laylik yurtga kerakli olim. Endigi navbatni o'g'il bolalar ijrosidagi raqsga beramiz. Marhamat.
Bilimlar mamlakati sehrli ulka. U yerda sayr qilgan kishi ko'p narsalarning guvohi bo'lishi mumkin. Yana siz ham bizga bu mamlakatda nimalar borligini aytib bera olasizmi? Siz u yerda buyuk allomalarimiz, Alloh shoir, donishmand bobolarimizni, turli ertak qahramonlarini uchratdingiz. Demak, hozir buyuk mutafakkir shoir Alisher Navoiy hayoti va ijodi haqida sabni tomosha qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum otajon. Va alaykum Alisher. Ishlar bilan mashg'ulsiz ochog'im. Albatta otajon, men kitobni o'qib, tushunib yod oldim. Ochog'im hali katta bo'lsa, ko'p kitoblar o'qirsiz. Hozir o'rtoqlaring bilan o'ynagizmi, senga sovg'a keltirdim. Ochog'im o'yinchoq yoqdimi? Juda chiroyli o'yinchoq ekan. Buni yasash uchun biroz ancha mehnat sarflaganimni tutdim. O'rtoqlarim, o'rtoqlaring bilan o'ynagin. Otajon, menga yana qattiq kitoblar keltirib bering. Men o'yinchoq o'ynashdan kitob o'qiganim yaxshi. Barakalla, inshaalloh. Bilimli, donishmand bo'lar bo'lursiz. Men sizga yana kitoblar keltiraman. Xo'p bo'ladi otajon. Vaqt zakovati bilan shu Alisher olim shoir bo'ladi. Inshaalloh Yaratganning o'zi asrasin. Bugun bizning dinlar mamlakatimizda bolalarning sevimli kitoblari bo'lgan alifba o'qish, ona tili kitoblari ham sayr qilib yurishgan ekan. Hozir ularni sahnaga taklif etamiz va o'z tilaklari aziz bolajonlarga bildirishlarini iltimos qilamiz. Marhamat, sahna sizlarga muntazir alifba kitob. To'g'rishda. Bak, to'g'rishda. Bolajonlar, men sizga birinchi kitobdirman. Dilingizni yoritgan go'yo oftobdirman. Ko'rdim, bugun donosiz, hammadan ham a'losiz. O'qishni, yozishni bilgan aqlingiz rasosiz. Endi boray dam olay, sizga baxt omad tilay. Ongingiz charaqlash uchun o'qish kitob cho'rlay. O'qishni seving, mendek chin yurakdan o'qing. Hikoyalar, maqsud ertaklar chaqib o'qing. Xayr, xayr bolalar, meni sira unutmang. G'ayrat bilan o'qing, nasihatimni unutmang. Xayr, xayr. Salom yangi do'stlarim, erkak qora ko'zlarim. Bugun sizga yurakdan atalgandir so'zlarim. Meni o'qish deydilar, o'qib o'qish deydilar. Mendagi har mavzuni mavzun chaqish deydilar. Meni asta varaqlab, mazza qilib o'qirsiz. Ibrat olib so'zimdan xalqimizga yoqirsiz. O'qing, meni ardoqlab, men do'stingiz bo'laman. Qo'lim berib sizlarga yoningizda bo'laman. Men ona tilaman, elim doni tilaman. Onalar sof vijdonlar, otajonlar dilaman. O'qing meni varaqlab, yurakdan hurmat saqlab. Ona tilim sehri, ardoqlab, sevib yoqlab. Tilimiz xazinasin, sizga asta
ochiq ummat, ona tilini sevqigan majnun kabi sochiq ummat. Matematika o'zim, quyoshday issiq yuzim, raqamlardan boshlanar, tinglasangiz gap so'zim. 10 raqam joningda, kerakdir mahariyatda, aqlingizni chaqlayman, har misol, har amalda. 21-asr kibernetika asri, bilimdon donalarga ochiqdir bilim qasri. Men sizga do'st bo'laman, hamda ham do'st bo'laman, raqamlarni tanitib, to'g'ri amalni bilaman. Bugungi tantanamiz sababchisi bo'lgan aziz bolajonlarimiz ko'rib ko'zimiz yashmaydi. Qanday dono ziyrak o'quvchilar bo'lasizlar. Bu bolalar bilimlar mamlakatga zarar qilib yurishganlari uchun shunday bundoq bo'lganlar menimcha. Bilimlar mamlakati shu qadar mo'jizalarga boy bo'lgan kishi u yerdan sira chiqib ketishni istamaydi. Aziz bolajonlar, sizga bilim berib o'qish yozishga o'rgatgancha yurakdan halol mehnat qilayotgan aziz ustozimiz Said G'alaba opani chin dildan tabriklaymiz. 6ta o'yinga chiqadiganlar. To'g'ri. 6ta.
Endi esa navbatda maktabimiz direktoriga beramiz. Marhamat. Biz hammalaringizga katta rahmat. Mana qaranglar 4 oy mobaynida Bluetooth disconnected. birinchi B sinfimiz o'g'il qizlari ajoyib harflari tanib, bexato, tutilmasdan, qiynalmasdan o'qidi. Mana shu 4 oy ichida sinf rahbari Hayit va Lobar mashaqqat bilan ishlab, o'zini bilimini bolalarga yetkazib, bolalarimizni ancha narsaga o'rgatdi. Bu bilan nima demoqchiman? Kelajakda bu o'g'il qizlarimizning kelajagi porloq. Bularni oldinda buyuk ishlar kutyapti. Shu ota-onalar sizlarga ham katta rahmat yordamlaringiz uchun. Beram bir masjid. Sizlar bir berdilaringizmi? Xudoyim taolo sizlarga ming bersin. Oilalaringizda yaxshi kunlar bo'lsin, faqat to'y tomoshalar bo'lsin. Katta rahmat. Hozir bo'lmasa bizlar rasmga tushamiz, ha? Iftalik uchun. Keyin sovg'alarni tarqatamiz. Patriarlar bilan. Bo'ladimi shunday qilsak? O'g'il bolalar yuqoriga chiqaramiz. Sizlar qarab turinglar mana bu yerda. Hamma mana qarab tursin gulib. Mana gavdalar chiroyli ishlanglar. Bir qo'llaysiz turinglar qizlar. Men degan tursadan ana shunday. Faqat. 1 2 3. Yana bitta. Qarab turinglar, hamma gulib tursin. Qo'yasizlar, mana shu munosabat bilan mana alifbe kitobini tugattiramiz. Bu dargohdan qancha yaxshi odamlar, qancha o'qimishli, qancha oliy ma'lumotlar chiqqan. Ilohim shularni yo'lini sizlarga bersin. Ilohim sizlar ham hammalaringiz o'qimishli, olima bo'linglar. Soliha farzand bo'linglar. Ilohim hammalaringiz ota-onalaringiz orzu umid qilgan har xil esli, xushli bolalar bo'lib katta bo'linglar. Ilohim hayot yo'llarida hamma yo'llaringiz tekis, ravon bo'lsin. Hammalaringizga hayotda yaxshi kunlar tilaymiz. Ota-onalar nomidan tabriklaymiz sizlarni. Hammalaringiz xursand, yaxshi, aqlli, katta balla bo'lib o'singlar. Endi ozgina ota-onalar nomidan mana shu ustozimiz Hayit va Lobarga arzimas, juda kichkinagina bo'lsa ham podarkamiz bor, qabul qilib olasiz. Sizga katta rahmat, hayotda mashaqqatli yo'lingizda omad tilayman. yana mana bu sovg'a rasmga o'xshaydi. Rasm oling. Menga o'shalar. Lobar. Menga o'shalar. Lamastir. Yaqinroq turinglar, qarab turinglar. Qani kelib turamiz. Bular bilan ziyoda bor. To'g'ri.
Davlat ve Ha Madija. bravo. Ha bravo. Davlat gel. Hamza ve Madine Bonu. Hadi lan. Çok çok doğru. Neyimiz? Olay Kulubi. Nurbek. Dur. İskandar ve Rano. Dur. Öyle bir Fatih Raşit. Dur. Nurullah Serdarcan. Dur tez çıkan. Sal düşür kovazını. Gel gel. Gülüm. Hasan Tehran. Hasan Tehran. Tara tekrar. Dur. Tara. Dur. Muhtar Faridun. Dur. İsmail ve Nasibe. Dur. Kovazını düşür. Gülüm. Dur. Amreddin ve Rukşana. Kim okuyunuz? Kim okuyunuz? Tara gülüm. Dur. Bak. Sadikov Zarşet. Abdüssadikov Sadık. Çok çok hoş. Çok çok hoş. Cafer Vasile. Kiyin okuyayım ben. Kulkanı Kandemir. Hamidov Ruslan. Dur. Hasan Şokşakov. Tamam. Dur. Faridun. Düşür kovazını. Farid. Savut kovazını. Sunnatullah Xudoyorxon.
İkisi ham chiqsa. Bo'ldi. Bekturo'ni Shahzodjon. Malika. Amal siyah. Siyah uç değil. Allah bilir, siyah uç. Rızaev Sarvar. Asakalova Zaynura. Mandonova Malika. Reshadova Zurnova. Rasulova Shahina. Bolalar keyin o'qiymiz. Keyin o'qiymiz. Malika. Malika. Shodiqulova Ozoda. Quvvatova Ziyodaxonni senga berdim. Kim qoldi? Hamma oldi, ha? Yo'q, Shahbozga berdik. Har doim 5 baholar olin. Inshaalloh nima niyat qilgan bo'lsang, niyatlaringga yet. Sinfdoshlaringga ham shu tilakni tilab qolaman. Iloyim mendan yaxshi o'qib, yaxshi o'qishlarga kirishlaring nasib qilsin inshaalloh. Yaxshi qilsam bo'laman, yaxshi o'qisam, o'qishlaring yaxshimi? Alif bayrami muborak bo'lsin. Hamma vaqt yaxshi baholar olib, men kundaliklaringni juda xursand qilaman. Sen yana boshqatdan o'qishni boshlaring bobojon. Hamma vaqt 5 baho. O'zingga gap qilib, tabriklayman bayramlaring bilan. Yaxshi o'tkazinglar bayramlarni. O'qishlaring omad. Tabriklar. Track.